Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanaldasiz. Sizlarga eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. U23 Olimpiya terma jamoamiz kuni kecha Janubiy Koreyani mag'lubiyatga uchratib, guruh bosqichida birinchi o'rinni egallagan holatda yarim finalga yo'l oldi va bugungi kunga kelib yarim finaldagi raqibimiz aniq bo'ldi. Bu Xitoy U23 terma jamoasi bo'ldi va xitoyliklar bizga qarshi qanday o'yin ko'rsatadi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Bunga qadar esa bizning yigitlarimizda biroz vaqt bor, ya'ni 17-yanvar kuni bo'lib o'tadigan o'yinga futbolchilarimiz yetarlicha vaqt bor deb o'ylaymiz o'yinga tayyorgarlik uchun. Shunday ekan biz futbolchilarimizga albatta yarim finalda omadlar tilaymiz va finalga qadar borib, finalda kubokni o'z boshlari uzra ko'tarishlaridan umidvormiz albatta. Raqibimiz Xitoy haqida gapiradigan bo'lsak, Xitoy D guruhdan joy olib, Avstraliyadan keyin ikkinchi o'rinni olgan holatda O'zbekistonga, ya'ni bizga raqib bo'ldi. Endi xudo xolasa 17-yanvar kuni Xitoy bizga qarshi maydonga tushadi va o'ylaymizki, biz Xitoyni ham mag'lubiyatga uchratib finalga yo'l olamiz degan umiddaman. Do'stlar, bizning chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing va bizni qo'llab-quvvatlang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.